Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Biz hozir persatga ishlarini olib boryapmiz. Bu gullarimizni persatga qilishimiz kerak. Tuprog'ini almashtirib, tuvagini almashtirib olamiz. Hozir bizga kerak bo'ladi shunaqa razmerdagi tuvaklar. Hozir bu gulimizga juda ham mos tushadi. Bu tuvak o'sha tuvaklarga o'tkazib olamiz. Tuproq tayyorlab oldik. Tuprog'imiz juda ham ajoyib bo'ldi. Bu o'tin chirindisi. O'sha daraxtlarda o'tin chirindisi bo'ladi. Bunga eksangiz torf ham kerak emas, boshqa o'g'it ham kerak emas, juda ham yaxshi bo'ladi. Tayyor torf. Universal o'g'it. Mana ko'rib turganingizdek, rangidan ham bilsangiz bo'ladi. Bunga endi ozgina tuproq, agar tuprog'idan qo'shamiz. Oz miqdorda va qo'shamiz asmakot. Hamma gullarga foydalanaman bilasiz. Asmakot qo'shamiz va ustidan agrot tuprog'i qo'shib olamiz. Mana bu gullarimizni tuprog'ini tayyor holatda qilib oldik. Agrot tuprog'ini bunga nisbatan miqdorini kamroq solasiz. Gullarimizni ekib olamiz. Gulimizni archib olamiz tuvakchasidan. Tuprog'ini buzmagan holda ekamiz. Hozir drenaj tashladim penoplastdan. Oz miqdorda tuproq joylaymiz tagiga. Gulimizni qo'yib olamiz. Tuprog'ini, ildizini buzmasdan qo'ysangiz gulingiz stressga tushmaydi. Agar tuprog'i yaxshi bo'lsa, agar yaxshi tuproq bo'lmasa, qattiq, quruq tuproqni o'zi bo'ladigan bo'lsa, albatta uni suvga ibitib, tuprog'ini olib tashlash kerak. Yaxshilab siltalab olamiz, tuprog'i joylashib oladi. Kamiga yana to'ldirib qo'yamiz. Mana ekib oldik bittasini, unisini ham xuddi shunaqa tarzda ekib olamiz. Endi bunisini ekib olamiz. Mana ikkalasini ham ekib oldik, tayyor bo'ldi. Endi bunga suv qo'yamiz. Suvni oz-ozdan qo'yib kutamiz shimib olishini. Bu gulni endi quyoshdan asraymiz. Tek quyoshga umuman qo'ymaymiz, sababi ildizi o'zini tutib olishi kerak. Soya salqinroq joyda, hop, kamida 10 kun. 10 kun soya salqin joyda saqlaymiz. Lekin yorug' joy bo'lishi kerak albatta, tek quyoshga qo'ymay, yorug' joyda ildizini tutib olishiga yordam bo'ladi. Ipin yoki sirkon ikkalasidan bittasini foydalanib bariklariga sprey qilamiz. Ipin bo'lsa bariklariga sprey qilamiz. Sirkon bo'lsa barigiga ham ildiziga qo'yish mumkin. Gulda stressdan chiqishiga tezda yordam beradi. Hamma gulda ham persatga qilingandan keyin albatta 3 kundan keyin foydalaning sirkon yoki ipindan. Xudo xolasa boshqa gullarimizni ham persatga qilamiz. Sizlar bilan birgalikda sizlarga hammasini ko'rsatib boraman. Bizni kuzatishni davom eting. Sizlarga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha yetkazib borishga harakat qilamiz. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhiga ulanib bo'lsangizlar, hamma kerakli bo'lgan gul urug'lari va oziqalarini joylab boramiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.